Aşağısı da bu gazona aksaya koyduğunuz şimdi muhakaya koymuş mu? Moyka. Aa, Öpbereyim mi bunu? koymayın o. Valla davay sen bunlar hage. Aksiyenem o dedim iti boladı bu maşını ya. Hatandan karamel ya kız kediye karamel kızlara karamel lekin maşını siyahdan dur erkek müziklere çok yaksa koyup beraber. Lekin şu video like bas gerek, atpiske bolish gerek, kommentarlar patlash gerek. Yaksa yine koyamam da lekin bu aksiya kur bugün boladı. Bugün chesi sana 25. 25 mi? Fakat 25 noyabr günü boladı. Sözcük tezara hamma tarkatıp fikirlerine komentar yazıp abi zaten like basıp patpiskeden basıp koyuş gerek. De aksiyonu görünler. Va keyin qara, bu aksiyamiz ikki boksku bizada. Aa. Shu ben chetdagi boksimizni amal etadi. Arg'i boks emas. Qara. Hozir 0 go'sht turibdi, to'g'rimi? Men go'shtni bor. Yani 0 go'sht turibdi. 10 ming dikama. 10 ming so'm pul dikdim qarab tur. Qasom berdi. 14 ming so'm pul berdi. Gördingizmi? Aynen. 10 ming so'm pulda kasalar 14 ming so'm pul beradi. 4 ming so'm qo'shib berib turibdi. Andarakdan oldim. 4 ma qarab. 4 ming so'm pul qo'shib berib turibdi. Nechik? Aksiya normalmi? 10 ming so'm dik turib, splasham men deyapsan. Lekin bir noyeri bor. 5 ming so'm diksa bermaydi. To'liq 10 ming so'm diksa 4 ming so'm pul qo'shib beradi. 5 ming so'm dik ko'rsaman. Yana kelib 2 5lik dikib yurmanglar. Bir 10 minglik dikish kerak. Hozir o'zgarib misol uchun 19 ming so'm pul oladi hozir 5 ming so'm. 5 mingdan o'zgarib, o'z 5 ming desa 5 ming o'zini beradi. 2 5 minglik diksa ham bo'lmaydi. To'liq bir 10 minglik dikasalar 14 ming so'm pul beradi. Aksiyadan yomon oldu. Shuning uchun hamma sho'purlara, taksistlara, kunda mashina yodollar, kimlar olsa hamma tarqatinglar videoni. Effektini istoriyalarga qo'yib boraveraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ingliz mo'yka.